Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh alayhissalom aytadilar: "Man salla salata subhi fa huwa fi zimmatillah. Fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam." Rawahu Muslim. Kim tong namozini o'qigan bo'lsa, bas u Allohning zimmasidadir. Alloh zimmasidagidan biror narsani sizlardan talab qilmasin. Chunki u kimdan o'zining zimmasidagini biror narsani talab qilsa, uning oxiriga yetadi. Keyin uni jahannam olovi tomon 100 tuban sudratadi. Imom Muslim rivoyat. Hozirgi qisqa hadis muborakini ulamolar quyidagicha sharh qilganlar. Bu yerda aytilyaptiki, kim bomdod namozini o'qisa, Allohning zimmasiga o'tdi. Kim meni zimmamga o'tgan bandamni o'sha zimmadan chiqarmoqchi bo'lsa, jahannamga 100 tuban kiritaman demoqda. Buni sharhida kimki bomdod namozini o'qibdi, Allohning zimmasida bo'libdi, ya'ni Allohning omonligi va muhofazasida bo'libdi. Shunday ekan, bomdod namozini o'qib, Allohning omonligi va muhofazasiga o'tgan kishiga hargiz tajovuz qilinmas. Chunki kim shunday qilsa, bomdod namozini o'qiganning haqqini olib berish uchun tajovuzkorni tutadi. Kimki Alloh tutsa, kimniki Alloh tutsa, uni oxirigacha yetkazadi. So'ng qiyomat bo'lganda yuzini yerga ishqalagan holda do'zaxga sudrab kiritadi. Bir kuni Yusuf ibn Hajjoj bir kishidan g'azablanib, uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Yonidagi kishiga uni bo'ynini uzishga amr etdi. Yusuf ibn Hajjoj buyuk sarkarda bo'lgan. Kimdir buni g'azablantirgan, navkariga buyurdi, falonchini borib o'ldirib kel. Borgan odam, sen bomdodni o'qidingmi dedi. Men bomdodni jamoat bilan ado qildim dedi. Uni o'ldirmasdan Hajjojni yoniga keltirdi. Hajjoj, nima uchun o'ldirmading? Hali ham tirikki bu dedi. Shunda navkar, men otamdan eshitdim. Otam Umar roziyallohu anhudan eshitganini aytdi. Umar roziyallohu payg'ambarimiz alayhissalomni quyidagi hadis muboraklarni aytgan ekan: bomdod namozini jamoat bilan o'qigan kishi o'sha kuni Allohning himoyasida bo'ladi. Ey Hajjoj, bu zotni shuning uchun o'ldirmadi, bu Allohning himoyasida turibdi. Hajjoj uni ozod qildi. Ko'ring, bu Allohning rahmati emasmi? Shuning uchun ibodatlarni mustahkam o'z vaqtida ado qilishligimiz kerak. Buni barakasi, xayri albatta bu dunyoda ham oxiratda ham bo'ladi. Shuni barobarda xushu bilan, huzur bilan Alloh ko'rib turibdi degandek va keyingi holatlarimiz ham shu namozdagi odobimizga o'xshab chiroyli va go'zal bo'lishligi kerak. Aytilgan amr ma'ruf Robbimiz manfaat bersin.